Nokia telefonini sinab ko'ramiz. Qani, let's go. Yo. Tushiramiz, qani, let's go. Yo. Let's go. Aylanib o'rgilib. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Yo'qsildan Gamer kanali bo'ladi. Bugungi videomiz bomba content. Samsung telefoni yutadimi yoki Nokia eski zamonli telefonlari yutadimi? Qanday biz videomizni boshlaymiz. Go! Ikkala telefonni ham ustiga tosh tashlaymiz, tepaga irg'itamiz, uloqtiramiz, nima qilsak qilamiz va eng muhimi skuterda ezib ketamiz. Nima bo'lishini o'zlaring ko'rasizlar degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar, men videoni boshladim. Go! Hozirda Samsung telefonini tepalikdan irg'itib ko'ramiz, uloqtirib. Go, qani. Mana akala hech nima bo'lmadi. Yo'qmi, orqasi chiqib ketdi. Endi esa Nokia telefonini sinab ko'ramiz. Qani, let's go. Yo. Wait! Vay! Nokia, sendan buni kutmagandim. Nokia! Vay! Nokia, sendan buni kutmagandim. To'g'risi bor-ku. Vay! Nokia. Hozir buni yig'ib terib ko'ramiz dag'in. Ustiga har rang tosh tashlaymiz. Ketdi. Hozir Nokianing ustiga mana shu toshni tashlab ko'ramiz, nima bo'ladi? O'zlaring ko'rasizlar. Tepalikdan tashlaymiz. Hozir telefonni ustiga yana tashlab ko'ramiz. Ketdi. Yo! Maza qildik. Mana telefonning ahvoliga kelsak, mana Nokia telefoni. Endi Samsung telefonini sinab ko'ramiz. Go. Okala Samsung telefonini sinab ko'ramiz. Buni orqa tomon chaba qildik. Buni ekrani kerak bo'ladi bizga. Skuterni ezib kesish uchun orqa tomonlamacha qo'yib ustiga harsang tosh tashlaymiz. Go. Hozir ustiga harsang toshni ham tayyorlab oldik va let's go. Mana akalar, Samsung telefoni ekrani ham xishayib ketdi, xishayib. Mana buni qaranglar. Mana akalar, Nokia telefonni ham mana bunday o'laga qo'yib oldik. Hozirda mana shu skuterda ezib o'tib ketib ko'ramiz. Qani, go. Mana akala hozir tushiramiz. Qani, let's go. Yo. Qochoq chiqdi. Yo'q. Endi orqa tomonlamacha qo'yib opab ko'ramiz. Let's go. Yo'q. Telefon yerga kirib ketdi. Ilon izi bo'lib ketdi uni. Ilon. Yo'q. Shu yerda videomizni ham yakunlaymiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Husniddin Gamer.